mamlakatimizning iqtisodiy salohiyati, ishlab chiqarish unumdorligi, uning rivojlanishi bugungi demokratik davlatimizda kelajak avlodlar uchun ko'pgina hollarda mineral xomashyolarni qazib olish va ularni qayta ishlash ko'rsatkichlariga bog'liq. Foydali qazilmalar asosan organik va noorganik tabiiy minerallar bo'lib, hozirgi rivojlangan texnologiyalar yordamida tabiiy va qayta ishlangan holda xalq xo'jaligida yuqori samara bilan foydalanish mumkin bo'lgan mahsulotga aylanadi. Foydali qazilmalar manbasi konlardir. Ya'ni yerning geologik ta'sir natijasida foydali qazilmalarning bir joyga to'planishi hisoblanadi. Foydali qazilmalar qattiq, suyuq va gazsimon holda bo'ladi. Foydali qazilmalarning turlariga qarab, ularning quyidagi asosiy guruhlarga bo'lish mumkin. Metalli foydali qazilmalar, qora va rangli metallar olish uchun xomashyo. Nometal foydali qazilmalar, qurilish, keramika va boshqa mahsulot olish uchun xomashyo. Tabiiy yoki qayta ishlangan holdagi yoqilg'i yoki kimyoviy sanoat uchun xomashyo hisoblangan yoqilg'i qazilmalari. Foydali qazilmalar xalq xo'jaligining asosi hisoblanadi. Biror bir tarmoq yo'qki, foydali qazilmalar yoki ularning qayta ishlangan mahsulotlari ishlatilmasa. O'zbekiston konlarining foydali qazilmalarga nihoyatda boyligi, bir necha 10 million tonna qazib oladigan va qayta ishlaydigan yuqori texnik iqtisodiy ko'rsatkichi, yirik mexanizatsiyalashtirilgan boyitish va metallurgiya korxonalarini ko'rish imkonini beradi. Konchilik sanoati hozirgi zamon texnika darajasida metall yoki mineral mahsulot olish imkonini beradigan qattiq xomashyoni beradi va qayta ishlaydi. Foydali qazilma konlarini qayta ishlashda yer ostidan ko'paytirish va ulardan kompleks foydalanish asosiy shartlardan biri hisoblanadi. Bu quyidagilar bilan izohlanadi. Yangi konlarni izlab topish va sanoat miqyosida o'zlashtirish uchun ko'p mablag' va mehnat sarflanishi. Xalq xo'jaligi tarmoqlarida ruda tarkibiga kirgan deyarli barcha mineral komponentlarga bo'lgan talabni oshishi, chiqindisiz qayta ishlash texnologiyasini yaratish va bu esa ishlab chiqarish chiqindilari bilan atrof muhitni ifloslantirmaslik. Shu sabablarga ko'ra, konlardan sanoat miqyosida foydalanish imkoni nafaqat uning qiymati va foydali qazilma miqdori, uning zaxirasi, geografik joylashishi, qazib olish va transportirovka qilish shartlari, boshqa iqtisodiy va siyosiy omillarga, balki qazib olinayotgan rudani yuqori samara bilan qayta ishlash texnologiyasi mavjudligiga ham bog'liq. Rudalar metal va uning birikmalaridan tashkil topgan mineral bo'lib, tabiiy kimyoviy birikmalar hisoblanadi. Ruda tarkibidagi minerallar qimmatbaho komponentlar va puch tog' jinslaridan iborat bo'ladi. Bunday minerallarga misli, halkazin, halkapirit, ruhli, sfalerit, smitsonit, qirg'oshilli, galinit, serusit va hokazolar kiradi.